Kecha iftorlik uchun tayyorlagan karom dolmamni uydagilar duo qilib yeb olishdi. Retseptini sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Karomni xuddi shunaqa tozalab, shu joyiga qaynab turgan suvni quyib, ustini yopib 20 minutga qoldirdim. Mayda va yupqa to'g'ralgan piyoz, qiyma, guruch, tuz va yaxshi ko'rgan ziravorlarim hamda 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini solib aralashtirib qo'ydim. Bu orada yumshab tayyor bo'lgan karom barglarini ajratib oldim. Qattiq joylarini olib tashlab, katta barglarni ikkiga bo'lib oldim. 1 osh qoshiqdan qiyma qo'yib, guruch pishganida ishib ketadi, shuning uchun qismasidan o'rab oldim. Ip bilan bo'ylashni o'rniga zubochkadan foydalanib, tez va osongina bo'ldim. Ortib qolgan qiymasini tiftel qilib oldim. Ana endi qizib turgan yog'da piyozni qizartirib, kartoshka, sabzi, tuz, paprika va ziravorlarni solib yaxshilab qovurib, qaynagan suv quyib, o'rtacha olovda yarim soatga dimlab qo'ydim. Iftorlikka 40 minut qolganda karom dolma va tiftellarni solib, yana o'rtacha olovda dimlab qo'ydim. Og'iz ochar paytimizga ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va ro'zadorlarning duosini oling. Yoqimli ishtaha!